Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 72 soniga xush keldinglar. Bugun biz mustamlika jinoyati degan temada Sharqiy Turkiston surgun hukumati, surgun parlamentining uchur va aloqa komitet boshlig'i va bizningki Sharqiy Turkiston xabar agentligining boshqaruvchisi Fatugul Chaqan xonimni bu suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet. Köp rahmet. Endi Fatugul xonimni tanıştırışның o'rni yo'q. Aldı bilan ushbu programmamizga ishtirok qilganingizga ko'p rahmat. Sizga köp rahmet. Siz bek jafo chekyapsiz. Sizga en köp rahmet. Asli buningdan ko'p burun vujudga chiqish kerak bo'lgan bu programma bugunga kechikdi. Siz o'zingizning xizmatlarga qo'ygan talabingizning yuqorligi va o'zingizni maqtashni faqat xohlamaydiganingiz uchun bugunga kechikdi. Shundaqdimi bugun kechikkanda bir hikmat bor deb qaraymiz. Endi Fatugul xonim hech qanday bir maqtashni qabul qilmadi va buni qat'iy rad qildi. Bugun maqtash yo'q. Lekin Fatugul xonimning qilayotgan xizmati hammaga javob bo'ldi. Faqat Fatugul xonimning to'xtamay chiqarayotgan esil xabarlarni anglab, ham bahrlab va uningdan to'g'ri foydalansanglar, biz Fatugul xonimga rahmatimizni bildirgan bo'lamiz. Biz Fatugul xonimning mustaqillik safariga qatqan atlarini harmson deb chin qalbimizdan umid qilamiz. Bugun biz Fatugul xonim bilan naytdi erkin tabiiy bir suhbatda bo'lishni planlagan. Artıq gapni men qilmadim, chunki Fatugul xonimning xizmatlarini hammamiz ko'rib turibmiz. Aldı bilan Fatugul xonim 25 aprel Türkiye Ankara Ostim Texnika Universitetida o'tkazilgan mustamlik jinoyati yig'in to'g'riliq qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmet. 25 aprel günü Ankara'daki Ostim Teknik Üniversitesi mustamlika jinoyati degan temada bir konferans chaqirdi. Ondan burun bir necha kun ilgari menga uchur yezibdiki. Men o uchurg'imni vaqtida qarayapman, o'tib ketibdi vaqti. Keyin yana oqisdan bir necha qitim yozgandan keyin ondan qaradim biraz xijil bo'ldim vaqtida javob beramaganligim uchun. Qarasam konferansning ismi mustamlika jinoyati deb turdi-da. Bultumu dal mush vaqtda 4-oyning 17-kuni chaqirganda u chaqda ezilgan xalqlarning ovozi degan temada. Biz shu vaqtda konferans qatnashgan vaqtimda men ota salomatligim yaxshi emas, o'rtirdigan holimmi yo'q, ahvol deydim, ammo bunda fursatlarni qochirsak bo'lmaydi. Chuqur xalqimizning ovozini, o'shada azob chekayotgan xalqimizning nidosini, arzu armonlarini chuqur dunyoga bildirishimiz kerak. Har qanday fursatni qo'ldan berishga bo'lmaydi deb men salomatligim yaxshi bo'lmagan ahvolda bağandım buldur. Örtüqdak endi halim yo'qdi. Bağandım o dokladımı biraz uzunroq yozgandik buldur. Ama yana asosan bu yil yozgan dokladimiz bilan o'xshab ketadigan dokladni yozgandik. Shu bilan qarasam mustamlika jinoyati deb turdi bu qatam. O texmi yaxshi-da bu. Bizning ishg'ol qilingan davlatligimiz, mustamlika ostida qolganligimiz yaqin kelyapti-da bu bizning orzuyimizga. Boshqachalar qo'shildim aktivni ko'rgandan keyin. Shundan bu bek yaxshi bo'ladi chuqur deb o'yladim. Uningga dokladni tayyorladik. Salih qarinishimizdan Alloh rozi bo'lsin. Kech kunduz jafo tortib tirishyapti. Türkçe, İngilizce ikki dokladni tayyorlagandan keyin vega bordik. Baga vaqtimizda bizni dastlabki tushdan burunqi shu bosh qilam olibdi. Shu yerda vatanimizniki xalqimizning ovozini bir yangratdik. Dunyodan tilaydigan tilaklarimizni Türkiye hukumatidan bo'lib, nimalarni talab qilganligimizni yana bir qatim o'tirib qo'ydik. Ikki tilda. Rahmat. Bu nima? 24 aprel 25 men xatoni qilib qoldim. Hech qilib 2 kunning birisi bor.
25. 25. Endi siz ve kızınız bu yığında söz kıldыңlar. Nime mazmun asas kıldыңlar? Bu bek mühim. Endi yığında bir qancha söz sahiplerine bizningki aqtashlik kitobimizni so'g qildingiz. Buning jarayoni bir ahamiyatini so'zlab o'tgan bo'lsangiz marhamat. Ha, o yig'inda bizning tayyorlagan dokladimiz eng oldi bilan Sharq Turkistonningki ahvolini bir tunishtirdik. Sharq Turkistonning nurg'unlagan imperiyalarning, davlatlarning, podshohliklarning qurilgan bir o'rin ekanligini, turk madaniyatining buyuk ekanligini, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Tatar degandek turkiy xalqlarning ana makoni ekanligini ham 1949-yildan e'tiboran rasmiy ishg'ol qilingandan keyin ishg'ol ostida, mustamlika ostida qolganliklarimizni, irqiy qirg'inchiliklarni Xitoyning yurgizib kelganliklarini, bizning Sharq Turkistondagi turkiy xalqlarning mayli kultur jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli etnik jihatdan bo'lsin, Xitoylar bilan hech qanday aloqamizning yo'qligini, Xitoylarning hech bir zaman Xitoyning bir partiyasi emasligimizni ham bo'lolmaydiganligimizni bir anlatdik. Undan keyin Xitoyning yurgizib kelgan irqiy qirg'inchiliklarni anglatdik. Bu 2020-yili Xitoy Kompartiyasininki e'lon qilgan Aqtashliq kitobidagi 7 milliondan 8 milliongacha Uyg'ur boshqa turk xalqlarini tarbiyalash, qayta tarbiyalash markazlariga o'rinlashtirib shu yerda tarbiyaladik degan o'zining sonliq ma'lumotini asos qilib turib, shundan chiqib turib amaliyotda uning tarbiyalash markazi bo'lmasdan bir jazo lagerlari ekanliklarini, u yerda xalqimizning bosqinchilik qilish, qiynash, organlarini sug'urib olish, tug'mas qilib itish degandek ashaddiy vahshiy usullar bilan qiynalganliklarini, 20 mingdan 50 minggacha yoshlarimizning organlari uchunla o'ltirilganligini, 1 milliondan ortiq turk bolalarining oilasidan ayrilib, majburiy ayirib etilib, Xitoyning yotoqliq maktablariga, doriltamlarga o'rnashtirilib, osmonasi yaqinlayotganliklarini, mingsi yuyilayotganliklarini buni anglatdik. Buni anglatgandan keyin ondan Sharq Turkiston xalqining istaklarini deydik. Dunyoning ingliz so'z dokladda dunyoning nima qilish kerakligini anglasak, turkcha dokladda Türk davlatining, Türk davlatlari tashkilotlarining nima qilish kerakligini anglatdik. Turk cho'qim irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishi, undan keyin buni xalqaro jinoiy ishlar jazo mahkamasiga arz qilishi, undan keyin davlatimizning ishg'ol qilingan davlat ekanligini cho'qim e'tirof qilishi, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning birdan-bir yo'lining Xitoyning Sharq Turkistonni tark etib, bizning mustaqilligimizni qo'lga keltirishimiz ekanligini, bu turk davlatlarining bunga qo'llash kerakligini, undan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki 1978-yilgi irqiy qirg'inchilik xitobnomasi bo'yicha bu Xitoyning qilayotgan ishlarining hammasining irqiy qirg'inchilikka kiradiganligini moddalar bo'yicha so'zlab, buni cho'qim e'tirof qilishni, endi Turk davlatlari tashkilotining cho'qim bu Sharq Turkistonning mustaqilligi masalasini bu qo'liga elish kerakligini, Sharq Turkiston surgunda hukumatini qo'llashi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining mustaqillikni qo'lga keltirish harakatlarini, kurashlarini qo'llab yordam berib bizga shu mustaqilligimiz uchun yo'l ochib berish kerakligi to'g'risida buni iltimos qilganligimizni bildirdik. Bu sizningki bu deganlaringiz biz odatda xalqaro sorunlarda cho'qim deydigan nuqtaliq, negizliq masalalar, bizlar qat'iy qiyib ketmaydigan birisi bizning ishg'oliyat ostidagi, ya'ni mustamlika ostidagi davlat ekanligimiz. Ikkinchisi buni hal qilishning usuliniki faqat va faqat mustamlikani tugutish. Ya'ni bizningki mustaqilligimizni qaytadan qo'lga olish ekanligi. Andan keyin uchinchi masala bu yerdagi irqiy qirg'inchilik. Bu hargizmi qandaqdir lagerga Xitoylar o'zining odamlarini qo'shib solayotgan ish emaski, balki shu zaminning egalarini lagerga tashlayotgan. Bu Ikkinchi dunyo urushi vaqtidagi lager bilan o'xshash va hatto uningdan ortiq holatdagi bir lager ekan. Degandek nuqtadan
siz Türklerge, biz Türk dünyasıga Türkçe bizge yordam beriңizda, başkalarga inglizce, hatta ikki xil til bilen bu nimani yetkizdingiz. Buning ichida sizning qilgan bir xizmatingiz Aqtaşlıq kitapni nihoyatda chiroyli yo'li bilan muhim odamlarga yetkizdingiz. Buning jarayoni bir deb bergan bo'lsangiz, marhamat. Ha, men Türkiye devletinden talep qilgan yana bir nuqtani unutibdiman. Shu Turkiyaga o'rinlashgan Uyg'ur musofirlarni Xitoyga qaytarib o'tmaslikni talab qildik. Shuni talab qilgan nuqtamizdan birisi. Bu bekar. Men mayaqdan mang'ilganda Aqtaşlıq kitapni elib oldim. Her bir kitapni birdan so'mka tayyorlab, sürgün hökumatning ismi, elxat adresi bilan yezib bir so'mka tayyorlab, her bir kitapni birdan so'mkaga selib, o şekilde tayyorladim. Tayyorlab 27 kitapni elib mang'andim. Elib shu kirgandilam Ostim Texnik universitetiga. Bizning oldimizga chiqqanlar, bizni qarshildi, oldimizga qarshi ag'in chiqqanlar, bizni o'rinlashtirdi, kitoblar, taqtildigan kitoblardi. Shu kelgan har qaysi davlatlardan kelgan vakillarga keladigan mehmonlarga taqtildigan muhim bir kitobdi bu degandikin. Men buni yoki tamoq asnosida beraymi, tushda bir tamoq o'rinlashtirdi emasmi arada. Yoki qanday vaqtda bersam bo'ldi deb ulardan maslahat so'radim. Yoki shu konferans jarayonida beraymi degandikin. Ular dedi, bir ustalga buni tizimiz, xohlaganlar shu yerdan oladi, siz ulardan xotirjam bo'ling. Biz shu konferansda kirishdilar, tizib qo'yamiz dedi. Shuning bilan 4 tal kitobni ep qoldim. Uni beradigan boshqa odamlarim bor, sirtda, endi Anqarada yana ko'rishadigan boshqalarmi bor. Bizning Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil beradigan, bizning shu davomizga ahamiyat beradigan boshqa turk professorlar, doktorlar bor. Ular bilan ko'rishma degan niyat bilan borgandim. Shuna o kitoblarning sirtidan 4 kitobni ayrim elib 3 kitobni elib oldim. Maktabningki rektori hamda bu Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil berayotgan kishi, ash maktabning rektori emasmi? O kishi uchun ayrim yana bir kishi bor bu ishlarga ko'ngil berayotgan, o kishi uchun ayrim birini yana boshqa ishkin elib olgandim yenimga. Uning sirtidagilarni o shiraga tizib ash kirgandan keyin ishga qo'yibdi. Qo'ydi uni. U yerdan shu yerga hamda har qaysi davlatlardan mehmonlar chaqirilgan, masalan, Bosnaning azobini anglatish uchun Bosnadan kelganlar bor, Amerikadan kelganlar bor, Falastinning vakillari bor, Ozarbayjonning vakillari bor, undan boshqa Afrikadan kelganlar bor. Bularning hammasi hamda muhim yerda ishlaydigan professor, doktorlar ekanda hamda. U yerdagi chaqirilganlarning ichida men hamda professor doktor bo'lmabman. Emaskanman. Boshqaning hammasi shu muhim o'rinlarda ishlagan buyuk elchilar, professorlar, doktorlar ekan, hammasi doçent, doktor degan unvonga ega alayda ishlagan, to'p qo'shgan ahamiyatli hamda mehmonlarni chaqiribdi. Shu bilan uning hammani opdi, orada tushlik tamoqsira mazgilda qarasam, hammasining qo'lida shu kelgan professor, doktorlar, Amerikadan kelganlar hammasining qo'lida birdan turdi-da, demak yetishmabdi-chu. O'sha chaqirilganlarga kitob yetishmabdi. Shuni ablar bu qadar hammasi bir shu tamoq asnosida ko'tarib akirgandikan, shu so'mkani men bildim. Hey, mush qadar jiq odamning orasida 20 nechini berib tuqmi dedim. Jiq elib olmoqni ko'nglim bir xil yerim bo'lib qoldi-chu. Ondan keyin biz so'zlab bo'lgandan keyin hammasi bizning yonimizga kelib ayrim alayda bir ko'rishdi-chu bularning. Shu tushlikda biz so'zlab bo'lgandan keyin ara tushlik dam olish vaqti bo'ldi. Hammasi kelib ko'rishib, shu turk professorlarmi, Amerikadan kelgan, u yerdan kelganlarning hammasi boshqachalar bir ko'rishdi endi biz bilan. Singlingizni dedi, yo'q mening qizim desam, qizingizdek tug'maydi dedi. Yo'q mening qizim dedim. Ular bilan ayrim ko'rishib, ayrim ikkimizni rasmga tortib oldi.
paranlaştı. Amerika'dan kelgen kişimi Falastinlik onunla keyin ayrım söhbetimiz oldu o. Bosna'dan kelgen kişimi yani bir neçe yerden kelgenler ayrım paranlaşıp resimlik tatip edip nima qildi alayda ta'sir qildi-da hamda bizning dokladlarimiz bizning aşağıdaki konferansga so'zlaganlarimiz ham maktab rahbarligimi bulturmi shuni degan bu tunji qitim yangirdi deb demakki shu Ostim Texnik Universiteti tunji qitim bizning ovozimizni yangrtishimizga fursat beribdi ekan. Men bultur shuni sezgandim undan keyin. Bu yilmi shuni deydi-da, ammo nihoyatda parishon bo'ldi ular. Chunki men mana vaqtda Ostimdan menga uchur yozgan vaqtida siz bilan kuchli bir atrat kelsin dedi. Ovozinglar kuchli chiqsin. Siz jenini, melini o'tirg'a ilib chiqalaydigan, qo'lga ilib chiqalaydigan Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun mening hamma nimam fida, hamma nimamni men qurbon qila olayman deydigan qarindoshlarni yig'ib keling deb yozgandi menga. So'ng bilan aloqa qildik ba'zi qarindoshlarimiz bilan, aloqa qilib men o'zimiz bilan birga menga bordigan bu Turkiyadan hech kimni topolmadim. Albatta Yevropada bizning qarindoshlarimiz bor, hukumatliklar hamda ular bir kunlik faoliyat bo'lgani uchun hamda ularni avar qilmayli dedik. Ammo Turkiyadan Rus shu biz bilan berib nima qilgan bir rasm topolmadim-da. Ko'nglim yerim bo'ldi. Shu chog'da uchurdimi yozgandim. Biz topolmadik, mushkilni so'zlaydigan bo'ldik. Turkiyadan topolmadim desam, biroz ochiq bir narsalarni yozgandi. Bu Uyg'urlardagi nima bu ahvol? 10 mingdan ortiq Uyg'ur bor bu Turkiyada. Nima ish qilmoqda qildi bular? Sizlarning ahvolinglarga qarab, davlatlar sizlarni kuzatib, undan keyin sizlarga yordam qiladi emasmi deb yozibdi-ki. Ayalik borgandan keyin tamoq asnosida bir tamoq yedik-da, o'sha Ostimdagi shu bizni chaqirgan professor bilan boshqalar bilan boshqa mehmonlarga deymidi, men u professor bilan alayda mana paranglashdik. Siz o'zingiz bir ayolchilik bo'lolmadimi bu Uyg'urlar? Nima ish qilganmidi? Qani bu erlaringlar? Bu mustaqillik uchun jinini, melini pido qilib, men bor deb o'tirib chiqib, o'zini ma'lum qiladigan bir erlar yo'qmi bu Turkiyada deb odam so'zladi. Men dedim, Turkiya davlatining Xitoy bilan bo'lgan istixborot kelishimnomasi bor. Do'stona munosabatda o'tyapsizlar. Unda bo'lgandan keyin har qatim Hakan Fidan tashqi ishlar ministri bo'ladi. Har yili bu turq tashqi Mavlud Chavusho'g'limiz shuni so'zlagan. Hakan Fidanmi shuni so'zlaydi. Biz Xitoyning zimin butunligiga hurmat qilamiz. Terrorizmga qarshi birlikda kurash qilamiz deb istixborot kelishimnomasi bor. Unda bo'lgandan keyin bizning qarindoshlarimizda bir qo'rqish bor. Xitoyga turib berami yoki bularning istixborot kelishimnomasi bor, bizga ziyon bo'lib qolarmi deb ansirashlarmi bor. Amaliyotda bu sizlarning bu davlatinglarning Xitoy bilan biz bir qarindoshinglar bo'lgandan keyin bundaq kelishimnomalarni tuzishi to'g'ri emasdi desam, u bir shakl uchun dedimdi. Albatta u shunday deydi-da, ularning davlati bo'lgandan keyin. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar o'tirg'i chiqmamizlar dedi. Chiqmamizlar. Ma'qul biz unda qilmaymiz. Biz Xitoyga o'tkazib bermaymiz. Yana bir qilmaymiz. U bir shakl. Davlatlar o'tirishga munosabat ashunda bo'ladi. Lekin ochliq bo'lgandimi, mana hech nimdan qo'rqmaymiz biz. Nima ish qilsang qil. Bizga mustaqillik lozim. Biz mush ovozimizni dunyoning hamma yerida yangritamiz. Nima pido qilishga tegishli bo'lsa, shuni pido qilamiz deb o'tirib chiqib kelmamdim shega. 10 mingdan ortiq Uyg'ur bor bu Turkiyada. Qiyma biz reklamni chiqarib qo'ygandan bir necha kun bo'ldi. Anqaradan boshqalar kelmabdi-da. Sizdan boshqa bir ayoldan boshqa deb o kishi biroz so'zlab ketdi-da. Qani sizlar jiningni, melingni pido qilib o'tirg'i tushib, mana biz mustaqillik uchun mana biz bor demamsizlar. Dunyoni bir ta'sirlantirmamsizlar. Siyosat degan birdam do'stlik bo'ladi, birdam do'stlikdan yana bir nimaga o'zgaradi. O siyosatda o mangu do'stlik, mangu dushmanlik degan bir narsa bo'lmaydi. Shu fursatlar keladi. Ya bizning bemuna do'stligimiz bo'ldi, bir ojizlaydigan tarafimiz bo'ladi. Har qanday davlatning shunda
Sizlar aş fursatni kutmamsizlar. Sizlar qanday vaqtda o'zingizning tayyor ekanligini bildirmamsizlar. Deb ketdi degandikan, yo'q, bizning qarindoshlarimizning irodasi mustahkam. Unda loyg'azal emas. deb tudim men. Rahmat. Bu amaliyotda siz pek muhim bir narsani anlattınız. Aldı bilan bizga mush fursatni yaratib bergan shu universitetga, shularninki rahbarlariga rahmatimizni bildiramiz. Undan keyin sizni, bizning insonlarimiz sizning xizmatingizdan ko'z oladi. Nati esil xizmat qildingiz. Ondan keyin yana bir deb o'tadigan yerimiz qizingizga ko'pdan ko'p rahmat. Nati siz bilan moslashib davomli sizning xabarlaringizni tang ishlashib turdi. Turkcha xabarlarni nayt esil, go'zal ovoz bilan anlatdi bizga. Bu tarafiga ko'pdan ko'p rahmat. Endi Aqtashli kitobni dedik, uni jiq odamlarning qo'liga yetkazibsiz. Bu qilganingiz bir savob bo'lsin. Bu nayt savoblik yaxshi ish. Nimishqa deganda biz ta hozirgacha kelib o'zimizning tarixini o'zimiz yozib boqqan va xalqaroga ko'rsatib boqqan birdan-bir kitobimiz. Bu kitob herkizmi uni bəsin bo'ladigan, buni bəsin bo'ladigan kitob emas. Bizningki siyosatimizni belgilaydigan kitob. Andaq ekan, mayli chet ellik bo'lsin, mayli o'zimiz bo'laylik, buni cho'ng bilishimiz kerak. Agar har qanday bir odam chiqib bu kitobning o'rniga dasaydigan kitob bor desa, marhamat. Marhamat, chiqib beqinglar. Bu bütün bizning o'zimizning xalqqa qarab deyilayotgan gap, marhamat, chiqib beqinglar. Yo'q, biz qilolmadik shuni. Oxiri hukumatimiz shuni qilib chiqdik. Demak, har qanday so'rinda, har qanday yerda buni bir obidi shaklda haqqini taqtishimiz kerak, o'zimizni saqlashimiz kerak va tushunishimiz kerak. Undan keyin siz amaliyotda yana bir savolimizning javobini berib bo'ldingiz. Siz beribsiz, nurg'un qarindoshlarimiz bor edi, borolmay qolibdi. Amaliy ahvolni biz tushunamiz deb o'tdingiz. Buni oddiylashtirib o'lday, mushu xizmatingizga ko'pdan ko'p ajr bo'lsin. Chunki asli berish kerak. Nemishqa deganda bizning mustaqillikni anglatadigan fursatlarimiz ko'p emas. Jiq-jig'inlar qandaqdir kishilik huquq bu bilan ketib qoladi. Bizning irodamizni aks ettirgan so'rin uncha ko'p emas. Bu jig'inning o'zimi mustamlik jinoyati. Bizga bo'layotgan jinoyat mustamlikka jinoyati. Dalmidal udul keladi. Hargizmi boshqa emas. Andaq ekan, bundaq fursatni cho'qim har qanday biz hukumatimizni demaymiz. Har qanday Uyg'ur, har qanday Sharqiy Turkistonlik cho'qim bundaq fursatni chang tutish kerak edi. Ash go'zal so'zlaydigan turkisini mishada namoyon qilish kerak edi. To'rda haqni pullashga ishlatmay, aksincha mishar ishlatish kerak edi. Bo'pti. Bu fursatni ketib qoldi. Lekin endi Uyg'urlar xalqlarimiz endi bunda fursatni chang tutadi deb o'ylaymiz. Yig'inda dunyo tarafidan tashlanib qilayotgan bizning masalamiz bir Falastinlik ziyoli tarafidan tilga ilinishi sizga qanday ta'sir berdi? Ha, bu tushdan keyingi o'tirimda bo'ldi. Hammasi Sharq Turkistonda u bor, nima Afrikada bu bor deb zulmlarni so'zladi, ammo hech kim Sharq Turkiston uchun, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik uchun dunyoda ovozning aziyib ketib qolganligini, yoki bo'lmayotganligini, musulmon davlatlarining Xitoy bilan hamkorlashib ketayotganligini hech kim aytmadi-da. Aytmagandan keyin men buni tilga oldim-ku. Men buni bir o'tirimda endi bu keyingi qahva, choy beradigan bir o'tirishimiz bor. O'zaro suhbat hamda u konferensning sirtida. Men buni chunki Amerikadan kelganim musulmon, dunyoning hamma yerdan kelganim musulmon aslida-ku. Irlandiyadan kelganim musulmon, yana bir yerdan. Shuning bilan bu ikkinchi qatimliq o'tirimda, tushdan keyingi o'tirimda bir so'zlayotdi, turkcha so'zlayotdi, chiroyi qarsam turklarga o'xshaydi. Falastindagi ahvollarni so'zlayotdi-da. Falastindagi zulmni dunyoning hamma yerida hamda umumlashtirib so'zlayotdi. So'zlagandan keyin so'zlab oxirida kelib Falastinga qanday bo'lmasin bir ovoz bor, ozdir ko'pdir. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ovoz yo'q degandan keyin o'tag'an yerimdan bir ajoyib bir ning bo'ldim. Yenimda buyuk elchi bordi. Bir xil mundaqla bir cho'chigandek bo'ldim-da. Deyilmagan bir gap da'vatda o'tirdi. Anglagan siri u texmi menda yaxshi tarafga menyapti-da uning gapi. Darhol telefonni oldim, ovozini xotirladim.
hatırlagandan keyin gözümde yosh chiqib ketdi aşağıda. Bo'lmasa yenimdagi büyük elçi bo'lgan büyük elçi bilanmi arada shu tanaffusda bir 20 minutlik paranglashgandik. Bu ishlarni degan, lekin Sharq Turkiston uchun ovozning ozayib ketib qolganligi u ne hamda u kishimi demaganmanmi demagan. O kishi degandan keyin mushtoqlam bir ajoyib bir bo'ldimda. Nimisi, shivisi turknikiga o'xshamaydi. Ammo turk so'zlayotdi, chiroyi turkga o'xshaydi-da bu kishining. Shuning bilan yo'q, bu turk emas, chiroyi turk o'xshagan bilan Turkiya turklardek so'zlamayotdi. Boshqa davlatdan kelgan biri bo'lishi kerak deb o'yladim. Shuning bilan o'shada ko'zimda yosh ketdi. Shuni ovozini xotirladim. Undan keyin o tugida zot oxirida so'zlagandi. Shundan tugab hammamiz o'zaro bir-birimiz yaqinlarimiz o'zaro paranglashib qolgan vaqtda darhol sahnaga chiqdim. Sahnaga chiqib yeniga berib siz intayin muhim bir nuqtani gavdlantirdingiz. Hech kim tilga olmagan bir narsani tilga oldingiz. Siz o'zingiz kim bo'lasiz dedim. Men sizning kimligingizga hayron qoldim. Siz o'zingiz kim bo'lasiz? Desam, men falastinlik dedi. Falastinlik mush maktabda o'qituvchi ekan, doktor ekan o'zi. Men Angliyaga ko'chgan, surgun bo'lgan, Angliyada cho'ng bo'lgan, Angliyada o'qishimni tamomlagan. Hozir men mush maktabda ishlayapman. degan siz muhim bir narsani o'tirg'a ilib chiqdingiz, muhim bir so'zni qildingiz. Men bek ta'sirlandim bundan. Men sizga rahmat aytaman. Desam, sizning dokladlaringizdan bizmi ta'sirlandik dedi. Birdan shu sahnada paranglashdik. Paranglashgandan keyin qahva, choy o'zaro suhbat qilinglar, hammanglar deb so'rinni boshqaruvchi bizni elib chiqib ketdi. U yerda o'tirib xeyli paranglashdik. Uning oldidimi-ku bu kishi Musulmon davlatlar nima islom davlatlari konferensi chaqiribdi-da. Chaqirib mush Falastin masalasiga kelgan vaqtida islom davlatlarining hamkorlashishi to'g'risida chaqirgan vaqtida mush Falastin masalasi ustida talash tortish qilgan vaqtida ular debdi bu kishi debdi bu irqiy qirg'inchilik, musulmonlarga bu qirg'inchilik Falastin bilan cheklanib qolmadi. Sharq Turkistonda musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Afsus. Lekin bizning musulmon davlatlari Xitoy bilan hamkorlikda debdi degan ekan, ular debdi Xitoy irqiy qirg'inchilik yurgizmayotdi. Xitoy ashqullik bilan kurash qilyotdi, China debdi. Degan ekan, bu kishi so'zlab ketibdi o'shada. Sizlar Xitoyning shu bayonlariga ishonamsizlar? Hatta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın burunqi kishilik huquq direktori berib kuzatgan vaqtida aşağıda shu beylik ahvollarni bayqab, ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi deb kelgan. Sizlar shuning Xitoyning shu bayonlariga ishonamsizlar deb bu odam aşağıda tanqidlab so'zlab ketibdi-ku. Oxiratda bizning beradigan hisobimiz bor buningga. Agar sizlar mushtamoqdigan bo'lsanglar, deb hatta bir hayatlarning berib Xitoyning bu Uyg'ur musulmonlarga yaxshi muomala qilayotganliklarini so'zlab kelgan vaqtida bu odam rad qilibdi-ki. Haqiqiy reallikni ko'rmay turib, sizlar bunda desanglar, biz keyin Allohga hisob bermaymiz deb. Bu jarayonlarni deb-da men buni IS İslam davlatlari konferansida o'tirib qo'ydim. Hatta ular mushta deganda men mushtaq dedim deb. O nur yuzlikda u kishi ya mana hech kim o'tirib qo'ymaganda o'tirib qo'ygani uchun oshda ko'rinib ketdimi? Nur yuzlik bir kishida har bir degan gapidan ta'sirlanayotman. Islom davlatlari konferansida men o'tirib qo'ydim mushtaq deb. Degandan keyin o kishiga o'zimning ism kartochkamni berdim. Ba'zi ishlarda men sizni istayman, ba'zi ishlarda ehtiyojim bo'lgan vaqtida shu vatanimga munosabatlik, mustaqillik kurashlar bizga munosabatlik dedim. Ma'qul dedi. Hamma kitobni epoptiki, kitob ozab biribdiki, men dedim emasmi? Shuni kitob olmabdiki. U kitob menga yo'qmi dedi. Yenimizdagi birisi dedi, "Ma kitob yaxshi yozilibdi" dedi-chu. Yenimizdagi biraylar yaxshi tuzilibdi, biz bilmagan narsalar borki. degan o men qarab, "Menga kitob yo'qmi?" deb nima "Ba, sizga nima? Ba, men deb dedim, "Yaxshimi? O'sha biz ko'rishimiz deb
kelişip koygan kişinin aş günü bir neçe programması var. Biz o programdan ayrılanmay fırsat tapamagandıkça o kişiye ep koygan kitapni o Palestinlik o qirindişimizga berdim, rahmetimni aytdim. Bu bir ta'sirlendirdi demdi. Hatta biz özümüzning millatni, özümüzning xalqining, özümüzning can alanlıqı, turmuş alanlıqı elekçilikiga düşüp, hatta Uygurlarning vatanga berip kelip muş şaraitdimi davamlıq mana mushundaq bizning endi ahvolimiz biraz insonning holini ichindiradigan ahvolda bo'lgandikan bir falastinlikning turib buni so'zlab ketgandikan bu haqiqatdanmi insonni o'ylantirdi haqiqatdanmi mening yig'lab ketgan nuqtam dal shu bizga ovoz chiqarib berdi deb ta'sirlanib ketgandan ziyoda bizning xalqimiz maholatda o'zining beshiga kelayotgan zulmni, irqiy qirg'inchilikni tilga og'ach texma bizni unutmay, bizning davosimizni qilayotgan u kishiga men biraz nim bo'ldim, biraz o'zimizning holidan numus qildim, ammo chandurmadim. Biz manda dedim. Sizlar ammo men sizlar manda Uyg'urlar andaq deganlar bo'ldi o'shada. Bo'lgandan dedim, biz bir asrdan ortiq mustamlika ostida qoldik, ishg'oliyat ostida qoldik. Bir uydan qo'g'lab chiqarib etilgan balani bir o'ylan, kichik balani ko'chalarda cho'ng bo'lgan. Uyabiyada buning g'amxo'rlik bilan cho'ng bo'lgan balani bir o'ylan. Yoki bo'lmasa shu uyiga bir zolim, bir yo'lsiz, bir vahshiyning kirib yetishtirishini bir o'ylan. Biz yilimi biz sog'lom qilaylik. Yilimi bizning aşı lagerda yetayotgan, turmada yetayotgan qarindoshlarımızın hammasi mush sog'lom qolgan aşı vatanning, aşı tuproqning, aşı izzat obro'yining bedeliga o'sha yotqanlar deb men uni o şekilde anlattım. Haqiqatdanmi biz qachon, haqiqatdanmi bizda ish yo'q deyishga bo'lmaydi-da, u xalqaro unda so'riladi. Sizda dedi-chu. Sizda bu Falastinlik bu adamninki biz uchun ko'ngil bilgan ayt yaxshi bo'ldi. O'zining dərdi var ularning. Gerçi bizning dərdimiz o'xshamasmi? Hech qanday insonning dərdi bizning dərdimizga yetmasmi? O'zining dərdi bor odam o'zining dərdidan chiqish qilib turib bizning dərdimizni anglatgan bo'lsa, ko'pdan ko'p rahmat. Endi bu bir vijdon. Agar dunyoda mush vijdon bo'lgan bo'lsa edi, boshqalarda mush vijdon mavjud bo'lib turayotgan bo'lsa edi, biz bu kunda bo'lmas edik. Hattoki o'zimizning insonlarida. Vijdon murojaat qilayli, bu ishlarimiz vijdonli insonlarning qo'li bilan yaxshi yo'lga borsin. Ko'pdan ko'p rahmat. O'zining dardidan o'tib, bizning dardimizni anglatgandek yerda bo'lgan ekan, biz haqiqatan bizning ishimizni dunyoda haqiqatan hammasi unutib. Agar o'zimizni unutib ketsak, demak unutilamiz, tugaymiz. Hamda siz boymi deb o'tdingiz, bizningki bu qatimliq yig'inda Xitoyning mustamlika jinoyatini anglatish fursatidan to'liq foydalana oldikmi deganga siz boya javobni berib qoldingiz. Amaliyotda asli nurg'un odamlarni bir atrat to'plab keling debdi ekan, uningga siz bilan qizingiz beribsiz, u atratni to'planmabdi. Asli biz ash yig'in zaliga patmay qolgan bo'lsak, nurg'un odamlar men dardimni anglatdim. Chunki bizning dardimiz dunyoda hech qanday odam ko'tarib olmaydigan dard deganni bildiradigan bo'lsak, shuning bilan bular tushunadiki, bularmi o'zining insonligini qo'g'daydigan g'ururliq, vijdonli insonlar ekan. Mustamlikani qat'iy qabul qilmaydi ekan deb his qilgan bo'lar edi. Ilm sizning xizmatlaringizdan natijalar qozonildi deb qaraymiz. Hamda siz uzun yildan beri izchil bo'shashmay Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish aqidasida hukumatimizda xizmat bo'lyapsiz. Mustaqillik ko'rishimiz to'g'riliq o'ylaganlaringizni deb bergan bo'lsangiz. Marhamat. Mustaqillik ko'rishimiz albatta bizning xuddi o'sha hayotimizdek muhim biz uchun. Men o'zim bir milliy oilaning avlodi. Dadam dindor, bir narsani tushunadigan, angliq bir odamdi. Burunlarda bulayliq ipak yo'lini bo'ylab
dunyoning uyaviylariga tijorat qilgan odamlar bo'lgan ekan. İdisi uçuq, fikri uçuq odamdi. Ailemizde bir milli, dini bir purak batdı. Gurur, vicdan, o dinni mındaqlam ibadet qılıp, mındaqlam namaz qılıp, mındaqlam kitap o'qib qo'yap, Qur'on o'qib qo'yap bo'ldi qilish emas. Bir haqiqiy bir reallikda yashash dadamning shunda bir talabi bo'lyapti, hammamizga qo'yadigan. Ham dadam hammamizni o'qitgan maktabda, o'qitmasi bo'lmaydi deydi. Oilada shu milliy ruh bilan, diniy ruh bilan tarbiyalayman deydi. Dadam biraz chang tutdi bizni. Axloq, intizom, to'g'rilik o bu jihatida. Xitoyning nimasiga hargizmi moslashib ketmaymiz balam deydi. Xitoyning ta'siriga. Hargizmi shu o'zimizning diniy shon sharafini qo'g'daymiz, e'tiqodimizni Alloh nima degan bo'lsa shu shaklda yashaymiz. Moslashib vaziyatga, jamiyatga moslashib ketishga bo'lmaydi deb chang tutdi bizni. O davrlarda albatta o balalik, o'smirlik davrlarimiz bo'lgan ekan. Dadamning ba'zi bir fikrlarini qabul qilmay, diktator deb qoldim. O chog'larda hozir o'ylasam to'g'ri ekan dadam deyman. Rahmatlidan Alloh rozi bo'lsin. Endi oilamiz unda bo'lgan ekan, aqllarim hammasi milliydi, bir milliylik bordi. Masalan, mening ashularimda o'lib ketgan akam Guangdong şivesida Xitoyning ichkirining bir necha shivesida so'zlayalaydi-da. Xitoycha Putunxo'dila emas. Ashunda so'zlashiga qaramay, tilida qilchimi bir Xitoycha kalima yo'qdi. Hargizmi yo'qdi. Hargiz so'zlamaydi. Men ba'zi aralashtirib qo'ysam, biroz menga ochiqlaydi. Nima sen bir chiroqchimiz o'zi bu nimaning tilini aralashtirib olsa deb. Ailemiz bir milliy ailedan kelgan. Ondan men kichik chog'larimda, boshlang'ich o'rta maktabga chiqqan vaqtlarimda o chog'da Tarim deymiz, Shinjon yoshlari deymiz, Miros deymiz. Biror jurnallar bo'lardi-ku. Buloq deymiz, Buloq majmualari. Biror jurnallarni o'qiydim. O'qiydim. Şu jurnallardan men asarlarini o'qib qolardim-ku. Zulfar degan taxallus bilan yozibdi bu kishi. Shu bilan o noit chilliqni aks ettirdi. Mayli hikoya yozsin, mayli maqola nima yozsa, bir chilliqni boshqacha bir uslubda yozdi-ku bu kishi. Boshqalarning o boshqa avtorlarning yozuvchilarning boshqa bir bu G'ulom Osmon apandining boshqacha bir tuyuldi menga o'rta maktabda o'qiydigan vaqtlarimda. Shu bilan Qizilsuv adabiyotini olamdan qo'llangan nima jurnal olsam, mundarchidan darhollam qaraydim. Zulfar otliq yozuvchining asari bormi, yo'qmi deb. Shu bilan o'qib bir dadam bilan bir o'xshashlikni his qilib qoldim-ku, bu bir reallik, tinlik, to'g'rilikda bir o'rtoqlikni ko'rdim-ku biz bilan. Shu bilan yaxshi ko'rib izlab o'qiydim. Keyin bir kitoblar chiqdi. U Heliyam jangda degan kitoblari. Uni elib o'qidim. Shu chog'larimda, shu o'smirlik vaqtlarimda. Keyin dadam bu domullamlar, bu mollamlar shu hukumatga moslashinglar deydi emasmi? Bizning dinimizda nima bor? Podshoning hukmi vojibdir degan bir gap bor-ku. Shuni ashaga nim qiladi emasmi? U podsho mush Allohning hukmlari bo'yicha ish tutgan podsho bo'lsa, hukmi vojib uning. Bo'lmasa qanday hukmi vojib bo'ladi? Bu ilm olimishda vaz nasihat qiladi emasmi? Deb bir diniy ulamoni dadam qattiq tanqidlaydi. Hukumat degan tom, tomga ussanglar burninglar qonab ketadi. Deb xalqqa shunday vaz nasihat berganda, uzun o'tmay G'ulom Osmon apandi shu diniy ulamoni tanqidlab bir kitob yozdi. Naqadar nafsiga amroqliqini, baylar taqosi qanday ishtikmaganligini so'ringa kelgan nafsiga amroqliqini. Aşağıda bir ortaklık çıktı da, dadamның şu ölüme bo'lgan nefreti bilen tam hükümet bir tam üstüne burnunu kanaydı.
Şoňa hökümet karşı çıkmaňlar degen gipine dadam bek yaman gördü. Şunuň bilen şu ortaklyk çykdy-da, bu o aşk kitabını yazgandan keyin tehimi bir xil bir nim boldum, kızykdym-ço eserlerge. Kızkyp şunuň bilen okup bu üniversitetdeki burunky wagtlar şoňa bir dostumnyň qoşnysykda dostum dedi, "O Gulamkam biz bilen hoşna" dedi. Bek ýaxşy kız bolýdy o. Ah köňüm. Şoň bilen dostum meni körüşdür dedim. Körüşdür. Men bek ýaxşy gördüm. Makalalaryny her birisini bek ýaxşy gördüm. Meni körüşdür. Dep üýge bargan wagtymyzda üýde ýokki. Şoňla şu ýerdeki üýge garsam, üýü başgaçylam-da bu Gulam Osman Efendiniň. Normal adamlar öýlerine okşamaydy-da. Uýgur öýleri bir peşaýwanlyk, munda bir öýli go. Şu Gulam Osman Efendiniň üýü başgaça bir medeni bir öý. Dedim, "Oy adaş, bu Gulam Osman Efendi eser ýazsymy? Başga türden ferqli eser ýazdyky. Bu öýlerime ejep ferqli desem, Gulamkam ýaman kallasy ötkür adam" dep başynda degende. Şuňda o çagda körüşip pursatymy bolmady. Keyin men üniversitetge kirdim, üniversitede okuş bitirip kelgenden keyin ýokki Gulamkam o wetende. Ama içimde bat değil, ötkür yazgıcı, velik yaxşı näsini yazdığı adam dep kallamda batçı. Şoň bilen okuş bitirip kelgenden keyin dadamnyň anysynyň bir tuqqal anysy bilen bir näwrimi, iki näwrim aşda bir adam batdy, Rey Musa diýdigan. Bu adam aýny wagtda Mämtli Efendi bilen birlikde Marif sepide okugan, işlegen. Şu wagtda Kaşga Çümbüzgüde bular Marifat şoruny ýaňyrtyp kirgen. Keyin ulany Sewit kiçik Sewit tutup elip, Sewitniň türmesinde 7 ýyl ýatgan. Ondan keyin Doňbyga ötküzip bergen wagtda bulany malum intiham elip ötküzip bergen. Keyin ondan keyin myjyk ziýankeşliklige uçragan, türmede ýatgan, ýany goýup etken, ýany ýatgan 70 ýaşydan keyin hiç çıklanmaýdy dep nazaret astyda endi öýde turdyken-de. Bu kişi bilen ýaxşy ötep galdyk. Aslında dadam dawamlyk baranyşyp turdyken, özüniň tutkunu bolgandyken, burun men okumapdyken mende öýe kelip ketken çaglar biz o wagtlarda dawamlyk mekteplerde bolgandyken, şunu okuş bitirip o hizmet jarýanlarynda bu kişi bilen körüş pursatyga, paranlyş pursatyga boldy. Söhbetleşip bu dadymyzny ajaýyp bir ýaxşy gördüm. Mämtli Efendiň sözleýdi garaň. Közemge görünüdi, muşunda muş anda kıygan, manda kıygan dep muş iş izlerini jıglap sözleýdi-de. Meme taň jıglap gitip anda o sözlige wagtynda. Şoňra bu aşady bolgan işlerimde päde özüniň bir Mahmud diýdigan aksy Şarq Türkistan Cumhuriyetini kuruşda şu asker ulap, uruş gatnaşyp, şu peşansyga ok digip ülep gitipdi. Şoňa da aşyny anysy Mahmudum dep jyglap aşy balasynyň dädi-de şu reýimde anysy tügep gitipdi. Anda balanyň utugy çidiýanmaý. Aşy weten azatlyk uruşyda şunu dep berdi. Bu güýle aramzady balam dep hökümetniň ýylygerliklerini däýdi. Şonu kişi mende pek çoňkur täsir galdygan. Däýdi, sen halk üçin hizmet kılsan, halkny oýgutuş, halkny terbiýeleş bizniň wezipemiz. Kıla alaýdygan imkaniýetiň daýraň içinde sen bunu kılsa bolam däýdi. Endi bir neçe dostum batdy, biz mänewi kızlar etdik bula. Bizne. Şoňa ýaxşy gördik. Şu dostlarım saglam kızlatdy, bekli saglam zady. Jihatda akylly, tefekküri ötkür. Şoň bilen bizni terbiýeleýdi bu kişi. Näge barsaňlar imkaniýetiň ýetgen daýrada müşü täň üçin hizmet kılış elimiziň mesuliýeti, burçy balam dep maňa. Aş kişi maňa bek täsir kılgan. Şoňdan pat öýge dostlarym bilen çakyryp, ziýalylar bilen öýde bir nemi kurdygan bolgandym, söhbet berdigan bolgandym. Şu kişini çakyryp, dostlarymny çakyryp, işençlik adamyny çakyryp, ýakynlarymny biz söhbet uyuşturduğan bolgan söhbetine ýakynlykda dadam bilen ular bir ýere gelse biz taňatganda bilmeýär kalymyz-da endi. Şoň bilen
Keyin men bu yoqqa yenib chiqdim. 2000-yillarning boshlarida. Undan keyin bu yerda endi ikki bolalarim kichik, orqadan ikki bolamni cho'ng qilaman deb nima qildim, ammo xiyolimda vatan bor. Kallamda borda endi nega bormiz dedim, yo'ldoshimga bu yerda bir vatan uchun harakat qiladigan insonlar yo'qmi, u bu deb turdim amma. Deb turdim, mushunda bir odam bordi, mushu bek yaxshi bir narsa yozdi. Biz yongan shamshar degan kitoblarni o'qiganman. Desem ama yo'ldoshim dedi, o kishi ilm kitob yozdi dedi. Ilm yozdi chet elda, Kanadada dedi. Degandan o kitoblar bormi desam, ha dedi. Voy men o'qiyamsa o kitoblarni desam, mustaqillik yo'lida izdanish degan kitoblarni akib berdi. O'qidim o kitoblarni, o'qib G'ulom Usmon apandining keyingi hayotidan xabar topdim-da, chet eldagi nima ishlarni qilganliklarini, kitoblarini o'qib, ko'rishsa ko'pdiki desam, Kanadada bu kishi dedi. Ondan keyin shu eng kichik bolam 1,5 yoshga kirgandan boshlab men Turkiyada nimalar cho'ng yig'inlar bo'ladi emasmi? Xalq to'planib, prezidentlar kelib so'zlaydi emasmi? Masalan, bir echilish bo'ladi, millat bog'chisi echilishi deymiz, Falastinga yordam mitingi deymiz, shunda mitinglar bo'ladi emasmi? Shu yerda endi so'zligiga qarasam, har bir mitingda biz mazlumning yanida, mag'durning yanida deb so'zlaydi-da Cumhur raisi. So'zlagandan keyin, ha bu yaxshi gap ekan, men asha kelib bayroqni olib boraychi deb bordim. Bolalarim kichiklar, marug'sida shuni o'zim yolg'iz berib, asha bayroqimni tutib turdim, anglaydim. Hech bo'lmadi deganda, menda bir davlatning bayrog'ini ko'rardim. Shu bilan keyin bayrog'imni tushirib aytgandan keyin bir sharpaga bayroqning rangida bir sharpa nima raqni oldim, elib ay yulduzni tikdim. Agar bayrog'imni tushirib qolsa, men bunda tutma, yana bayroq chiqadi debchi. Ham shuni baga vaqtida mitingga shuni atib bordim. Shunda qildim, endi boshqa keyin siyosiy partiyaligim bordiq, ahvolimni dedim. Desem, ammo bulayliq gapga bek usta bo'lgandan keyin bizning zodi dardimiz mag'durning yanida turish, mazlumning yanida turish. Biz avval o'zimizning masalalarini hal qilamiz. Biz zodi siz bilan birga deb bunda deydi. Ba'zi siyosiy partiyalar anglab qo'yib hech ko'ngil bo'lmadi. Shu mezgillarda 2016-yili Istanbulda G'ulom Usmon birisini uyiga borsam, G'ulom Usmon apandi shuning uyidagi. Sonra şu G'ulom Usmon boti degandek dedi. Abla, men uydagi eshikning oldiga beribdiman. Etgan tomoqimni olib beribdiman. Uyda bir mehmon bor degandek orqamga yenibdiman. Asli o G'ulomga balqon desam, bevosita kiraverdi ekanman. Shunga ha dedim, mehmon bor degan ekan, bu etgan tomoqimni berib, o'zim yondim. Yongan ekan G'ulom Usmon boti degan ekan. Abla, men odamlar ko'rishdim emasmi dedim. Degandan keyin u yelim ko'rsangiz bo'ldi dedi. Keyin shu G'ulom Usmon apandi bir uyda o'tiribdi-ku, ular Istanbulga borgan bir uyni ijara edib. Shu uy berib ko'rishdik u yerda. Tunji qatam endi didorlashdim-da. Balalik chog'larim, o'smirlik chog'larimda o'qib, ajab bir boshqacha narsalarni yozdi-ki, hech kimning qalam kuchi bunday emas. Ajab bir boshqachalar bir narsalarni yozdi-ki, ajab dadam tanqidlab, o'limoni tanqidlab bir o'lima demaymiz-da endi, nafsiga amroq endi diniy odam. Dadam tanqidlayadimni tanqidlab kitob yozganda degan nimalarim shu kuni shu chog'da ko'rdimda bu G'ulom Usmon apandini 2016da. O'zim shunda bir xil o'qish bo'ldim. Kitoblarni o'qigan emasmi? Ozodlik yo'lida izdanish kitoblarini o'qigandan keyin bularning yanada shu vatanni o'ylab harakat qilganliklaridan xabar topdim. Undan keyin 2018da Salih Oqsaroyning oldiga maydonga chiqdi. Bu maydon namoyish qildi. Bu quloq versam, bu vatanning mustaqilligi deyotdi.
Voy, mana ajib bir to'g'ri eshitdim, birisi o'ttirg'i chiqdi ya deyaptiman. Bu bola mana so'zlayapti, bir talaffuzidan men yurtning puruqini elyaptiman-da bu bolaning. Bunda yurtning puruqini, bizning insonlarning bir puruqlarini elyaptiman. Voy, bu ajib bir opta o'ttirg'i chiqdi deyman. To'g'ridan ko'rib turyaptiman, anglab turyaptiman buningga. Ondan keyin 100 ming kishilik imzo to'playdigan ish chiqdi. Ondan keyin endi xo'sh bo'lib ketdim men u chiqsa. Şoňdan bir tarapdan maktab müdirleri bilen tanışlygym batdy, maktabdagi okutucular bilen, otur maktab müdirleri bilen. Şoňda kimni tanysam şuna ýanyga jügerdim. Gaýsy türkni tanysam, manyň imza atyryp bu biz üçin bek muhimdi. Eger sen musulman bolsaň, eger sen bir millet, biz irqdaş dep bizge köňül böldigen bolsaň, muşnu qyp berdip tanımay, kimni tanysam o mektep müdirini tanımadım. Mayadaki bir mektepdeki okutucuny bardım. Men 100 adamga imza atyryp bereleymen dedi. Mayadaki bir okutucu kızımның başlangıç mektepdeki okutucusu idi. O nim kıldım. O mektep müdiri, mektep okutucunyň hemmesine közemdi bunda imza atyryp berdim. Közem men ýazyp bermezsiz onu da hatırjam. Ama siz mana işiniň, men o işiniň ki men bunu qyp bermän, siz hatırjam bilen közemdi kılganlara qarap bu adam ýany kılır dedim-de. Yakınlarımga men kıldırma dedi. Ondan keyin yana mescidning imamlary batdy, balalarymny Kur'an kursuna okudum emasmi? Şoňla o imamga jügerip bardy, many kıldyryp berýän degen o aşağıda bir yesli batdy bunyň kolunda. Yesli diýilýän Allah'a imza atyryp berdi bu kişi, Allah razı olsun bulardan. Şoňla bilen ondan hoş boldy, keyin o imzam toplandy, toplanyň wagtynda şunçalyk memnun boldum. Lekin salihlar bilen tanışmam da o wagtda. Gulam Osman Efendi bilen ýazışmaýmy. Keyin 2019-da Gulam Osman Efendi muşda bir işga ihtiýajymyz bolup kaldy dep bir teklipni ýazypdy. Şoň bilen oýlap baksam, endi biz özümiz içimizde kägen bir weten muhabbeti, weteniň mustaqillygy bu nimemiz bolgandyky. Men sizin teklifinizni ret kılamayman. Men onun üstüne salih oturga, top-dogry gepni oturga götürüp çıktı ayna. Weteniň dawasyga. Eň paýdaly bizning menfaatga. Eň bizning arzuýymyzdykidek, zat asli hyýalymyzda kaçan aşında birisi çıkar dep turup dikenmen de men. O kadar hoş olup ketdim. Şu Aksaryň aldyna namaýyşga çykganda bu bala o kadar hoş olup bu bala ajep bir çıkıp kaldı ya dep gepleriniň telepuzynyň bir öz kelipdi. Tehmi bir amry bolgandym. Şoňa Gulam Osman Efendi o teklipni beýendiken, onaňa elbetde ýok diýmeýmen de. Gulamdan keliş çykyrmy, emma men o kesipniň ähli emas. Lekin kılalamdym, kılamamdym, men bir hazır kılalayma diýenmeýmen. Ama insan tirişsa işlerini qyp ketadiganlygyga işinimen dep jogap berdim. Ondan keyin meni bir okutup bakdy degende çykdyk hili. Deslepde hili kyjlandyk. Bir nim awaz birileri deýdi, awaz bek tüwendeydi. Şonuň bilen başgalarnyň o gepini anlap juqur awazda goýdum dep şunda çyň awazda okupdym. Şonuň keyin ýa-da birisi deýdi, birnimi deýdi, şunda aşta kalıp degendek deslepde kyjlandyk. Keyin gyryndaşlarymyz ýardam berdi. Ýaponiýada Ümit deýdigan bir gyryndaşymyz bardy. Aş Ümitge rahmet eýtmän. Men muş münasibet bilen Ümit bizge başlanyşyny ýasap berdi, video petde işlerini gösterip goýdy-da. Şoňa hamda başga sirek boldy. O çagda Gulamkamga aýrym videony evet berdim. Awazyny. Ondan keyin şu Ümit gösterip goýgandan keyin özüm kıldygan boldum. Ümit bizni köräp atgan bolsa programmamyzyny rahmet Ümitge. Ümitden bizden içinime. Yana bir balla batdy, yana bir bala batdy. Hotellik yana bir gyryndaşymyz batdy. Onuňa köp rahmet. Rahmet. Dilim siz bu programmany, bu haber programmasyny aýat ýaxşy işlep ketipatsyz. Özüňizniň bir kişilik yalgızlygyňyz garmay, nurgun jabalany çekip müşta kılypatsyz. Sizninki bu hikaýalaryňyzda biz özümizden ecdatlaryny gördük. Wetendeki pak niyetlik, sap Uygur ayal kızlarını gördük.
sizden vatanga bo'lgan aqidani ko'rdik. Bu yo'lda cho'qim to'g'risini menish kerak. Bizning programmamiz faqat chin rost gap qilamiz. Dunyoda rost gap qilmoq bek oson. Siz boydan bir da'vatqanlaringizning hammasi ichingizdan chiqqan rost gap, hech yasab chiqqan gap emas. Bu da'vo yo'lida, bu inqilob ko'rash yo'limizda qarasak, buni qildiganlar ko'p. Ammo durust, cho'qim to'g'ri yo'lda menish kerak. Buni qilyapman deb, Uyg'ur deb, vatan deb so'zlab qo'ygan bilan amaliyotda Xitoyninki ketmini chapsaq bo'lmaydi. Nurg'un ishlar bizning da'vo yo'limizda shu bo'yicha ketyapti. Gap chiroyli, ammo Xitoyning programmasi bo'yicha, Xitoyning manfaati bo'yicha. Masalan, eng oddiysi bizningki shu irqiy qirg'inchilikni bu shu vatan egisi bo'lgan Uyg'ur, qozoq qatorliq xalqlar elib berilmasdan boshqalarga elib berilyapti degandek gaplarni o'tirib tashlash orqali bizningki bu da'voni suyuqlantirish. Demak, bizning vatanning, xalqning manfaatiga xiyonat qilish. Hem siz dediniz, sizningki bu yo'lingiz bizning G'ulom Osmon Kamdan kelganligini, mana endi hammamiz bir hukumat ishlab turibdik. Men ishonaman, to'g'ri niyatli insonlar bo'lsa tepishadi. Bizning hukumatimizning ishi hammamizga ochiq. Chunki bu o'zimizning hukumati. O'zimizning manfaati va vatan aqidasi uchun. Hargizmi boshqa hech nima uchun emas. Hargizmi o'zimizning manfaati uchun bo'lsa, Fatihul xonim bu ishni qilmaydi. Fatihul xonim tatqanmış jafolar uchun nimaga erishdi? Faqat vijdoni poklandi. Bu dunyoda Allohga javob beradi. Biz faqat Alloh rizosi uchun. Shunga hammalarninki hukumatni qo'llab-quvvatlashini Fatihul xonimdek işte isil qiz ayollarimizning yo'lida menishini umid qilamiz. Bugün vaqtimiz bek uzrab ketgani uchun programmamizni bu yerda to'xtatishga majburmiz. Fatihul xonim, bugün ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Allohga omonat. Rahmat sizga. Bizni ko'rgan izlaganim rahmat. Hammalarga rahmat. Ko'p rahmat. Allohga omonat. Allohga omonat.